Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada Sıdıka Roza, Washington'dan sözleyimiz. Leksiyelerin mavzuları mındak. Birinci, Prezident Trump, Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Trump, Tayvan bilan Chavshanni görevga aldı. Beijing qanday qabul qiladi? Mavzuli xabar 6 ayning 30 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başladı. Washington 6 ayının 29 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Davlat Majlisiga rasmiy uqtirish qilib, Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotadiganligini jakarladi. Bu qatimqi harbiy qurol-yaroqning bahosi 1 milliard 420 million dollar bo'lib, o'lchamlik 2 belgilik raketa va ilg'ori qurollar aslahalarni o'z ichiga oladi. Amerika taraf garchi bir jungo siyosiy o'zgarish bo'lmaydi deb ta'kidlagan bo'lsa-mu, lekin Germaniyada ochilgan 20 davlat yuqori darajaliklar yig'ini chaqirilishidan burun bu harakat ehtimol jungoga berilgan ogohlantirishdir. Tashqi dunyoning qarashicha Amerikaning bu harakati shubhasizki Beijingning qattiq inkas qaytarishni keltirib chiqardi. Jungoning Amerika turishliq bosh elchisi Tiankay Amerika bilan bu to'g'rida qattiq aloqalashdi. Baribir Amerikaning Tayvanga harbiy aslaha sotib berishi bir jungo siyosatiga xilof. Jungo zarb berish tadbirlarini qoldirdi. Bu to'g'rida Amerika matbuotlari Amerika jungoning shirin oylari allaqachon oxirlashdi deb sado qaytarishga boshladi. Bu qatam Tayvan harbiy qurol-yarog' sotib berish Amerika bilan jungo Chavshanni cheklashni nozik o'zgarish bo'lgan paytga to'g'ri keldi. Bundan burun Prezident Trump Rais Xi Jinpingning Chavshanga besim ishiltishni qo'lga keltirish uchun bir mezgil savdo va rayon masalalari bo'yicha Rais Xi Jinpingga Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump yo'l qo'ygan edi. Lekin Prezident Trump 6 ayning 21 kuni ommaviy matbuotda jungodan foydalanib Chavshanga besim ishiltish siyosatimiz mag'lub bo'ldi deb fikr qoldirganlikdan Amerika hamda harakat qo'llanishdan darak beradi. Ma'lumotdan aytganda Amerika bilan jungoning Chavshan yerim oroli masalasi deb farqli bo'lishi mumkin. Yang Jiechi bilan Prezident Trump Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump ko'z qarashlarini almashtirishdi. Prezident Trump uchun aytganda jungo bilan Amerika o'rtasida savdolashib bo'lmaydigan narsa yo'q. Bu ish Chavshan bilan Tayvan masalasini bir-biriga bog'lab qo'yishni keltirib chiqarishi mumkin. Bu ish albatta Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin Tayvanga tunji qatim harbiy qurol-yarog' sotib berganligi bo'lib hisoblanadi. Lekin bu harakat Amerikaning qurol-yarog' sotib berish vositasi Chavshan masalasida jungoning besim ishiltishni umid qilganligini ko'rsatib berdi. Washington Chavshan bilan Tayvanni bir-biriga bog'lab qo'ygan bir paytda 20 davlat yig'inida Beijing Amerikaning niyatidan yenib bog'lab qo'yish, ya'ni Tayvan bilan Chavshanni bir-biriga bog'lab qo'yish oltini bekor qilishga tavsiya qilamdi yo'q. Bu ish balki kelgusi jungo hal qiladigan masaladir.